Dillarla avazlıq çöçəklərini yaxtırıb anlap kelivatqan omuqlarım, keşlikіңla xayrlik bolsun. Bugün biz birlikte Adil Abdurrahman tağa pənni hikayelerinden Ösümlüknің Ozqi degan hikayeni anlaylı, ha? Qeyri qariyağaçның şexiga çangı tizib küllerini xatırcım ötküzvatqan quşqaş ana ballarga qurut qo'ng'iz yegizitib birdilla. Qariyağaç bova, siz asırlardan buyon biz quşqaşlarning boshpanohi bo'lib kelyapsiz. Bizgu hasharat, qurt qo'ng'iza dallarni terib jinimizni jon etimiz. Ammo sizning bir narsa yeginingizni zodil ko'rib boqmabdiman. Hech narsa yemaymi mushundoq baraqsan o'sib, uzun umr ko'rib kelyapsiz. Yana dehi sizdan bo'lak boshqa o'simliklarningmi bir narsa yeginni ko'rib boqmadim. Sizlar o'simliklarning hech nima yemay o'salaydiganliginglarda biror sir bormi, qandaq? deb so'rabdi. Qariyağaç buvay quşqaş anның gaplarını anlap, şıldarlap külüp ketipdi-da. Kim aytidi biz o'simliklarni narsa yemaydi deb. Agar bir narsa yemasak, allaqachon o'lib qolmamdi, debdi. Tova, debdi quşqaş ana hayron bo'lgan holda kichkina tumshug'ini ushlab turib. Undaq bo'lsa, siz boshqa o'simliklarning bir narsa yeganinglarni nemishqa ko'rolmayman. Agar bir narsa yemoqchi bo'lsanglar, narsa yeydigan aqsinglar nada amsa? Quşqaşxon qizim, debdi qariyağaç buvay yupurmaq saqilni silab turib. Biz o'simliklarning odam va hayvonlarninkiga o'xshash ozuqlik yeydigan og'zimiz yo'q. Ammo biz o'simliklarni xuddi odam va hayvonlarga o'xshash sog'lom o'sib yetilishimiz kerak. Buning uchun albatta yemaklikka ehtiyojli bo'lamiz. Yemaklikka ehtiyojli bo'ldi ekansizlar, ammo og'zinglar bo'lmasa, yemaklikni qanday yeyalaysizlar? Quşqaş ana aldirab gap qistiribdi. Biz o'simliklar deb gapini davomlashtiribdi. Qariyağaç buvay mayin shamolda shildirlab turib. O'zimizga ehtiyojli yemaklikning ko'pinchisini o'zimiz ishlab chiqaramiz. Biz o'simliklar tendagi har bir tal yopirmoq go'yo bir kichik zavodga o'xshasa, yopirmoq tarkibidagi xlorofillar kichik ishchilarga o'xshaydi. Xlorofil intayin qobiliyatli bo'lib, quyosh nuridan foydalanib, suv bilan karbon oksiddan shakar, sellyuloza va kraxmal qatorliq moddalarni yasaydi. Halbuki bu moddalar biz o'simliklar eng yoqtirib yeydigan yemakliklardir. Xlorofil nihoyatda ishchan bo'lib, har kuni quyosh bo'yi chiqish bilan ishlashga kirishib ketadi. Agar yomg'ir yog'ib quyosh bo'yi chiqmagan chaqda sizlar qanday qilsizlar? Bütün zihni bilan berilib qariyağaç buvayning gaplarini anglab o'tirgan quşqash ana yana aldirab gap qistiribdi. Havo tutuq bo'lib, yomg'ir yog'ib, quyosh bo'yi chiqmagan chaqdimi? deb gapini davomlashtiribdi qariyağaç buvay aldirmay. Xlorofil bulut qatlamini yerib tushgan ojiz quyosh nuridan foydalanib bu yemaklik yasab, qorong'u tushganda ondan orom oladi. Albatta, biz o'simliklar o'smoqchi bo'lsak, o'zimiz yozgan yemakliklarni yegandan boshqa, yana tuproqdan qabul qilgan karbon, hidrogen, oksigen, azot, fosfor, kaliy, kalsiy, magniy, gungurt, sinik, mangan qatorliq 10 xil elementlarni yeyishimiz kerak. Bu elementlar biz o'simliklarning sog'lom o'sib yetilishimizda kam bo'lsa bo'lmaydi. Qariyağaç bova, Taldaraqlar o'simliklar ko'p o'sgan joylarning havosi bo'lakchala sap bo'ldi ekan. Buningdan biror sir bormi, qandaq? Quşqash ana qanotlarini cho'qilab qo'yib yana so'rabdi. Biz o'simliklar har kuni quyosh nuri orqali suv va karbon oksidni so'mirib yelib, shakar, kraxmal qatorliq ozuqliq moddalarni yasash bilan bir vaqtda yana oksigen qo'yib beramiz. Fotosintez orqali insonlar va hayvonlarga kerakli ko'p miqdorda oksigen ishlab chiqaramiz. Shunga insonlar biz o'simliklarni yer sharining o'pkisi deb ta'riflashadi. Qariyağaç buvay, amdigu tushungansiz degan ma'noda quşqash anaga qarab qo'yibdi. Quşqash ana ana shu chaqda o'simliklarning qanday oziqlanganligini aniq tushunib olibdi. U qariyağaç buvaydan anglaganlarini boshqa uchar qushlarga tezroq yetkazib, ular bilan birlikda ziyondosh hasharotlarni ko'proq yo'qitib, yaxshi ish qilib berish istikida qariyağaç buvay bilan xo'shlashibdi-da, purda uchib ketibdi. Do'stlar, biz bu hikoyadan yangi bir bilimni o'rganib oldik-a? Biz o'rganib olgan bu bilimimizni atrofimizdagi do'stlarimizga so'zlab beraylikmi?
Mening omoqlarim Dillalla hadisning umidini herkes yerda qo'ymaydi. Undaqda bugun baldir uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga ma'ruf bo'lsin.